Chirchiq davlat pedagogika universitetida raqamlashgan jamiyatda inson kapitalini rivojlantirish, imkoniyat va istiqbollari mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamizda tafsilotlar haqida so'z boradi. Mazkur xalqaro ilmiy-amaliy anjumanda 50 nafar xalqaro ekspert, 250 dan ortiq mahalliy olim va talabalar ishtirok etdi. Anjumandan maqsad respublikamizdagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy sohalarda inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy sohani rivojlantirish kabi qator masalalar ham shular jumlasidandir. Ushbu konferensiyada talabalarga bugungi kunda xorijiy oliy ta'lim dargohlarida tashkil etilayotgan o'quv jarayonlari, umuman inson kapitali, bu insonni yashash sharoiti, uni ta'lim olishi, sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga olganligi uchun bu jarayonda xorijiy davlatlarda bo'layotgan, yuz berayotgan jarayonlarni bizni davlatimizga qaysidir sohalarga olib kirish nuqtai nazaridan biz fikr almashmoqdamiz hamda bunda xorijiy kelgan olimlarning fikrlari bilan talabalar o'zlarini o'quv jarayonlarida qay darajada foydalanishi bilan ahamiyatli deb hisoblasa bo'ladi. Anjumanda 10 dan ortiq xorijiy davlatlardan mutaxassis olimlar onlayn tarzda ishtirok etishdi. Jumladan Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Belarus, Mo'g'uliston, Italiya, Turkiya kabi xorijiy davlatlardan mehmonlar o'z ma'ruzalari bilan qatnashdi. Jarayonda mutaxassislarning inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan fikrlari, g'oyalari, konsepsiyalari ilmiy asosda muhokama qilindi. Berilgan xulosa va tavsiyalar sohadagi muammolarga yechim topish imkonini beradi. Xalqaro anjuman yakunida ishtirokchilar tomonidan ta'lim tizimida inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan rezolyutsiya qabul qilindi.